Instagramda juda ko'pchilik shu videoni tashladi. Ruchkangizni bir deganda shunda bitta mahsulot bilan top-toza bo'lar ekan. Erinmasdan men ham aptekaga chiqib, o'sha mahsulotdan olib keldim va o'g'limning ko'ylagiga shunaqa ruchkada chizdim va aytgan mahsulotda askorbinkani 10 tasini qaynoq suvda eritib olish kerak ekan. Men ham solib eritdim. Agarda bu natija bersa juda ham zo'r narsa dedim, sababi hammani bolasi maktabdan ruchka siyoh izlari bilan qaytib keladi. Bu yangilik emas. Va qarabsizlarki, idishga solib, sirazi qaynoqligida soldim va 5 minut kutdim. Natijasini ko'rishingiz mumkin. Demak, bu bo'lmagan narsa. Va o'zim bilgandek, har doimgidek bavimni olib, bitta kichkina pachkasini shunaqa sovordim. Germaniya mahsuloti gipoallergenik, imino oq ko'ylaklarda ruchka izlarini ketkizish uchun juda ham qulay. Ustidan qaynoq shaqillab turgan suv solib 20 minutga qoldirasizlar qizlar. Sharti shu qaynoq suv bo'lishi kerak. Natijasini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Agar bolangiz sizlarni ham maktabda formalarni shunaqa dog' qilib ketayotgan bo'lsa, bavidan olib ishlatib ko'ring.